Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Suzuki Gaming. Bugun sizlar bilan Karpatning 2 taksichilik qilamiz. Do'stlar, zakaz olindi. Endi sekin boramiz. Zakaz yonimizda ekan. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Bu mening birinchi videoyim. Bu qayerga boradi ekan? Qayergamiz? City 2 ga ekan. Ketdik. Signal chavorma. Ketdi. Do'stlar, trassaga ham chiqib oldik. Sekin ketyapmiz. 120. Trassada bizga 5 daqiqa vaqt bergan. 5 daqiqada borsak, pul ishlab olamiz. Bu kambag'aldan boylikkacha birinchi kun. Xudo xohlasa, keyingi qismlarda yangi mashinalarda taksichilik qilamiz. So'z beraman sizlarga. Keyingi qismda qaysi mashinada taksichilik qilay. Bu safar endi ispaniyadi. Radar bor ekan. Radarga tushmadik. 120 da oladi radar. 109 da o'tib ketibmiz. Keyingi safar men o'zim xohishim BMW M3 da taksichilik qilmoqchiman. Keyingi safarlarda inshaalloh Xudo xohlasa mana shu zakazimni yetkazib olsam zo'r bo'lardi. 3,5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Tezlashmasak bo'lmaydi. Trassada ketyapmiz. Juda ham uzoqda Kort 2 City. Juda ham 2,5 daqiqa vaqtimiz qolibdi. Hech nima qilmaydi, biz yetib olamiz. Ungacha siz like bosib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Hali bu birinchi videoyim. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Like bosib qo'llab qo'yinglar, yangi blogerman. Gamer. Xullas bilmayman. Ketdi. Yana bitta sizlarga topshiriq. Bu videoda necha marta ketdi degan so'zni ishlatganimni topsanglar, keyingi qismlarda kommentariyalarni videoda chiqarib beraman. Qani bo'lmasam ketdi. Mana do'stlar, manzilgacha ham yetib kelib qoldik. 1 daqiqa vaqtimiz qoldi. Yetib olsak bo'ldi. Do'stlar, uzr, men prava olmaganman. Militsiya tutsa qamalib ketaman. Shunaqa avariyalar ham bo'lib turadi o'yinda. Uzr so'rab qolaman. Kambag'allikdan boylikkacha birinchi kun hali. Keyingi kunlarda zo'r bo'ladi. Oralarda o'tib ketaman deyman, pravam yo'q bo'lsa. Keyingi qismlar hali zo'r bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, hali hammasi zo'r bo'ladi. Bunchasi oson bo'lmadi dedi. Kim aytadi bilmayman. Ozgina 10 sekund vaqtimiz qoldi. Biz yetib keldik. Do'stlar, mana tashladik. Kambag'allikdan boylikkacha birinchi kun shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Siz bilan Suzuki Gaming bo'ldi. Qo'llab-quvvatlab like bosinglar. Hammaga rahmat. Xayr.